Xivaning markazidan biznes atamanda bir yurtdoshlarimiz uchun zo'r tochkadan 60 kvadratli do'kon chiqib turibdi. Ko'rtoqlaringizning tayyor. Olib turib polni ishga tushirib beraverasizlar. Plus podvali bilan birga sotiladi. Ko'chamiz ham ko'rib bilsangiz bo'ladi. Ko'chamizni ko'rib turganlaringizdek. Her tomonlama любой biznes ataman desangizlar ham удобный, ajoyib qina. İşlerini gelin ko'rsatib o'taman. Enine keladigan bo'lsak, 4 ta 17 metr. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Yerlarimizni pol etib qo'yibdilar. Ajoyib biznes atib bersangiz zo'r ketadi. Hozir podvalni ham ko'rsatib o'taman. Ko'chasini ham ko'rsangizlar. Bu yon tomon o'sha podval tushib ketadigan yo'l, bu yon tomondan orqa tomonni o'tsam bo'ladi. Plus pastdan ham o'tsa bo'ladi. Bu yon tomoningiz orqa tomon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Ko'chada boq tomonimizda tualeti bor, ko'cha tualeti, orqangizda yob. Bu yoningizda kladovkami, skladmi bir ishlatib qo'ysangiz ham yoki bu yerdan bir narsa qilib aylantirib qo'ysangiz ham ketaveradi. Polni oynalari sifatlisidan qo'ygan, orqa tomonga chiqadigan ham eshigi bor. To'g'ringizda rayonni baylasamiz. Bu yon tomonda Shukrona bozor. Bu yerga Ko'na Raddomni ko'piri, shunga yetming. O'ng tomonimizda ajoyib kun. Podvalni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, podvalimiz 2 ga bo'lingan. Podvalni patoloqlarni bir taxlab bersangiz, lekin ajoyib. Bu yon tomonimizdan ko'rib o'tasizlar. Podvalni xohlasangizlar patologga mushab taxlab bersangizlar, kamera ajoyib. 2 dona eshik qo'yib beriladi. Ko'rtoqlaringizning orqa tomoni bo'ladi. Xohlasangiz orqa tomondan deb navesat beklatib berib, chiroylatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Orqangizda yana yob bor. Ekranda egani nomeri bo'ladi, bemalol tepurib bog'lanaverasizlar. Dokumentining muammosi yo'q. Narxidan keladigan bo'lsak, $20,000 deb turibdilar egalari. U aytiladigan bahosi, lekin kelishiladi. Yetmaganlar plus barter ham bo'ladi. Agarda mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan barterlab turib ustini to'ldirib bersangiz ham bo'ladi. Manzilni yana bir marta tushuntirib o'taman do'stlar. Bizda Shukrona bozor, Shukrona bozordan Ko'na Raddom, ya'ni Botir Xoddok, bizning Xiva stadion tomoniga ketaverishlaringizda o'ng qo'llaringizda bo'ladi.